Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 7. Məxtumzadə Xoca Abdullah İşan pir buzurgi bilan azarlashib qolganlik sabablik uda 3 martam Məxtumzadə qasriga ziyoratga beribmi, pirining qabul qilishiga erishamagan Sultan İsmail Xonning ko'ngli bakmi yerim bo'ldi. Yurgining bir yerlarida xuddi quritdak aramsiz qimirlab turgan bir qarg'ishidan iborat mudhish bir vahima ko'ngil oromini buzib turardi. Bugun xosiyatlik No'ruz oyam kuni bo'g'iniga qaramay, barliq o'rda erkalari va ostona puhralarining xushalligiga yot holda Sultan İsmail Xon to'limi g'amkin edi. Atrofidagi amir baglarining kayfiyatiga No'ruz bazmisining xushalligiga g'aloqat yetkazmaslik uchun har qancha tirishgan bo'lsa-mu, yanada ichilanmayotdi. Gerçi o bugün tong sahardila o'zining saltanatda o'tirgan mazgilidagi tunji No'ruz bayramini ostona xalqi bilan xushal-xuram o'tkazib, yangi yil bahor xushalligini el avam bilan birlikda tantana qilishni ko'ngliga pukkan. Shu sababli No'ruz do'ngda ilib berildigan tabriklash murosimiga Məxtumzadə Xoca Abdullah İşanni bilib berishga taklif qilgan bo'lsa-mu, Koch gin adovati kuchlik İşan xonning taklifini yanala rad qilgan edi. İsmail Xon No'ruz do'ngdagi olaydan yasalgan shoh supida Xonish, Shohbanu, Shohzoda maliklarining hamda barliq cho'ng kichik o'rda arkalarining hamrohligida bayga o'g'loq tortishish, qo'shqar so'qishtirish, sarg'aydi, chelishish, chovgan o'yinlarini ko'rib o'tiribmi, boshqalarga o'xshash qaqaqlab kulanmadi. Ot baygisida ikkinchi bo'lib qolgan Malika Muhtaram xonimning bolalarcha chidamaslik bilan do'msi ishlarimi, jangbozlik mahorati ko'rsatgan minglagan lashkarlarning yuqori mahoratimi hech qanday ta'sir qilmadi. Malika Muhtaram xonimning o'qiya etish mahoratini birlikda ko'z tutish taklifini siliqla rad qildi. Oxirida yuqori mahorat bilan ko'rsatilgan darvozliq o'yiniga mahliya bo'lib, bir oz kayfi ko'tarilgandek bo'ldi. Shu sabablikmi murosim oxiridagi mashrabni o'zimi sezmagan holda xeyli uzungacha ko'rib o'tirdi. Xushallik, g'amsizlik yanala oddiy avomda ekan, deb xiyol surdi xon qaynoq mashrab ahliga qarab o'tirib. Shu topda ashu oddiy avom mening mushu o'rin martabamga havas qilayotgandir. Meni dunyodagi eng baxtlik, eng g'amsiz, eng baxtiyor odam deb sanayotgandir. Xon sultonlarning g'amini faqat xon sultonlar biladigan o'xshaydi. Faqat ashularning bir kunlik xushalligini setib olg'ili bo'lsa-de koshki. No'ruz bayramlik murosim qizg'in kayfiyatda davomlashmoqda edi. No'ruz do'ngdagi kangri saynada yuzlagan dosh qozonlarda qaynagan No'ruz ishiga Sultan İsmail Xonmo ashu oddiy avom bilan birlikda eg'iz tagdi. G'izodan keyin avom bilan birlikda duoga qo'l ko'tarib, xalqning yil beshidagi boshlagan ishlarining o'ngishliq bo'lishini, saltanatining tinch, muqim, abadil abad ro'naq tepishini tiladi. Duoga qo'l ko'targan vaqtida barliq dil avarchiliklarini, ko'ngil parishonliklarini hammani unutdi. Faqat el yurtiga baxt, xushallikni tiladi. Sultan İsmail Xon o'rda arkanlarini, Xonish, Shohbanu, Xonzoda maliklarini agashtirib, o'rdaga qaytgan vaqtida to'xtamay gumbirlab, yangrab turgan taqdumboq, nag'ir sunay ovozi butkul ostona osmonini larziga keltirib etgan edi. Xilila ruhlanib qolgan sultan kechda o'rda beg'idagi huzuri No'ruz nomliq bahor fasllik sarayda ostondagi shoir qalamkashlarni, muqamchi mug'annilarni taklif qilib, bir qism o'rda arkalari bilan birlikda No'ruzlik bazma mushoira o'tkazdi. Sorunning boshlanmasi muqamchilarga berildi. Tambur, satar, g'ijak, rabob, ut, chiltor, barbit, nay, dab, qolun, chang qatorliq chalg'ular bilan o'rindalgan sehrlik muqam kuylari barliq sorun ahlini asir qilgan edi. Mug'annilar barliq mahoratini ishqa silib muqam aytadi.
Canım ko'rgan jafoning mingda birin, bo'lur gar ko'rsa sendan pora. Kulurda ko'rsa og'zin birlitishin, bo'lur gulnori xandan pora. Muqam marg'ulari yengilib turadi. Sehrli kuylar anglag'uvchilarni goh ajoyib iqlim, mo'jizatlar dunyosiga boshlab shotlantirsa, goh tilsim boyavallarga tashlab yurak bag'rini izatdi. Jamalu husninga so'z yo'q, vafo kerak bo'lsa, meni xud o'ldira tursan, ravo kerak bo'lsa. Ko'ngilni o'zgiga bergil demakki mushkulidir. Jahanda siz kabi bir dilrabo kerak bo'lsa. Jamalu jah ilidin yüz feragatim bardur. Uramung iti manga aşina kerak bo'lsa. Sultan İsmail Han muqam kuylariga asir bo'lib ketgan edi. Shu topda uning vujudi erib, yuragidagi dard hasratlari sal bo'lib oqmoqda edi. Yilla tutuban shayx maqolatiga gush. Na ko'nglima raviq yetdi, na jonima jush. Jonima nava soldi, ko'nglima xurush. Bir jur'a bila muğbat qa'i bada furush. Muqam kuylari avjiga chiqib, mashrab bilan oxirlashdi. Amdi navbat shoira adiblar kelgan edi. Ular avval an'anaviy odat bo'yicha No'ruz nomalarni o'qishdi. İbtida qildik No'ruzdan yaxshi kunni boshladik. Ko'nglimizning xushliqidan bu o'yinni boshladik. Shatavada tonni kiyib, juva tomoqni tashladik. Soylarda o'tirib, nag'ma navani boshladik. Ot elib, o'g'loq elib, mashrab qilur kunduz bugun. Bununla ergishibla yana bir yosh shoir No'ruz nomining oxirini ulab ketdi. Keldi No'ruz yilbashi, ketdi ko'ngilning chirkini. Nevruz diban kilurlar xotunlarning turkini. Gullar qisur qiz o'g'il agri qo'yar bo'rkini. Majlis qilib o'ynashur, ochar ko'ngil mulkini. Qayg'u mehnatlar ketib, o'ynashur kundur bugun. Mana shu yo'sinda No'ruz nomalar o'qilgandan keyin rasmiy mushoira boshlandi. Mushoirini xon olilari boshlab bergan bo'lsa, dedi Mirza Babaqbek İsmail Xonni bazmi ichiga so'rab kirmak bo'lib. Ha, qani, xon olilariga marhamat, dedi shoir adiblarmu xonga hurmat bildirib. Tugman bor yerda yorg'unchoqning nima ishi debdikan, oti bo'la, dedi İsmailxon chiroyiga kulgi yugurtib va shoir adiblarga qarab ehtirom bildirib. Xonliqimizning katta navokash bulbullari turgan yerda menga otkochilik qilib nazm o'qishni kim qo'yibdi? Mushoira avval muhtaram shoirlarimizdan boshlangani afzal. Bu degan xosiyatlik No'ruz oyamlik bazmi so'rini, so'rin ahlining she'riy istibdodini surishtirish behojat, dedi hijroni taxallusliq peshqadam shoir xonga madad berib. Faqat to'qigan nazma beytlarimizning qobilari piston chaqmasili bo'ldi. Rost deydilar, janobi ustoz, dedi Malika Muhtaram xonimmi Sultan İsmail Xonni mushu ira boshlashga da'vat qilib. Navada xon otam mushundaq jahillik qilib turib oldigan bo'lsa, bizmi tang atqicha zuvan surmay o'tirib olamiz. Qani, xon otamning No'ruz bazimizning kayfiyatini buzg'usi bormikin? Siz javuldoshdan boshqani bilmaysiz, qizim, dedi İsmailxon kulib. Bir cho'ngdan, bir kichikdan debdikan. Siz bazmi ahlining eng kichiki bo'lgandikin, mushoira boshlash navbati sizdan bo'lsin. Qandoq dedim, No'ruz ahli? Hammaylar birdek xonning taklifini qo'llashdi. Qani, malikam boshlasizlar. Qarab turlig'i, tillari choplashib qolmagandir. Ma'qul amsa.
mushairni men başlasam başlay, dedi Malika Muhtaram xonim so'rin ahliga tavazzu bilan egilib salom qilib. Ammo bir shartim bor. Men boshlagan mushairaning oxirini xon atam tushirdi. Malika Muhtaram xonimning bu talabini so'rin ahli bas-basda qo'llashdi. Malika Muhtaram xonim bir oz o'ynab olgandan keyin gilni qirib qo'yib nazmi boshladi. Ey rost qadin sarvi ravon jon chamaninde, yüzün kabi gül yo'q Güliston chamaninde. Sultan İsmailxon bir oz turib olib nazmining oxirini o'lidi. Bu shiva bilan sen yurisan har chaman ichira, hur yurmagay oltina rizvon chamaninde. Buningga ulabla shoir hijroni davomlashtirib ketdi. Qo'lluqqa biting biruru yüz şadlık eyler, zulfun qadinga sunbulu rayhon chamaninde. Malika Muhtaram xonim og'zini o'mallab bo'g'icha Sultan Ismoilxon nazmining oxirini tushirdi. Yüz pora qilur gul yüzün olinda o'zini, chun topmadi ul ravnaqu qon chamaninde. Mushaira dastlab Sakkakining g'azali bilan boshlanib, oxiri hammaylan o'zining she'r nazmlarini o'qishdi. Apirin, hammalarining nazmlari to'liq fasohatlik chiqdi, dedi Mirza Babaqbek. So'rin ahli bu mushairadan hayajonlanib, qiyiqqa suran silishdi. Bir qism yosh shoirlar, hattatlar bu nazmini naq maydonda xotirlab berishdi. Şu yusunda mushaira davomlashib, to'liq bir oylangandan keyin orada Bekavul begi keltirgan shohona sharoblar jonon qadahlarga quyilishga boshladi. Mushaira aytib, tamoqlarimizmi qurib ketdi. Endi gilimizni azroq namdib olayli, dedi Mirza Babaqbek va oltin qadahdagi sharobni Sultan Ismoilxonga uzatib turib, Ömer Hayyamning bir parcha ruboyisini o'qidi. Oradaki bazmi sorunlarda Ömer Hayyam ruboylarini o'qish odatga aylangan edi. May nag'ma hur kabi ulpiting bo'lsa, suv bo'yi chimanda suhbating bo'lsa, hozirlan buningdan o'ylama do'zax, bunchalik bo'g'ay u jannating bo'lsa. Sultan İsmailxon Mirza Babaqbekning qo'lidan oltin qadahni oldida sharobni leviga ozroq takkizib qo'yib, javoban Ömer Hayyamning yana bir ruboyisini o'qidi. Söpsüzük ey sharob, ey tusi raina, men shundoq ichaykim, sana men shayda. Ko'rganlar deysun, nadin keldingiz, sharobning ey ko'pi, keling merhaba. Sultan İsmailxon sharobni ichib bo'lishiga shoir hijronimi jonon chinidagi sharobni ko'tirib turib Ömer Hayyamning yana bir ruboyisini o'qidi. Ko'zichi qishig'a bodim men yetib, turatdi dukonning choqini tepib, bosh yasar ko'ziga shohning beshidan, godoyning qo'lidan anga put etib. Orada beg'idagi huzuri No'ruz nomliq bahor fasllik qasrda uyushtirilgan No'ruz oyamlik bazma tong otqucha davomlashdi. Malika Muhtaram xonim va boshqa Shohbanu Og'cha xonimlar mushaira oxirlashgan hamon qaytishgan edi. Bu kuni Sultan Ismoilxon barliq g'am, g'ussa va parishonliklarini ko'nglidan chiqarib etib, qong'ucha sharob ichdi. Kaypilikda bazm ahli bilan birlikda muqam to'ladi. 8. No'ruz oyamlik bazmida sharobni ziyoda ko'p ichib atgan Sultan Ismoilxonning beshi qattiq og'rib ketganlikdan bugun ataganlik qubulga chiqolmagan edi. U qo'zi chush mahal bilan xaramosh holatda o'rnidan turdida Bekavulbek alohida tayyorlatqizgan mastikni qaytirib, g'arg'inlikni tugatadigan so'g'uq, kuchamal, abjash sharbatdan 2 jam ichib xilla ruhlanib qoldi. Muhim ish-pishlar bormi, amir? deb so'radi u bir chatda qo'l bog'lab turgan divan begiga qarab.
Ancha muhim ishlarmi yo'q qiblagohim, dedi Divan begi. Ammo Qashqarning noib amri Mirza Haydar Do'g'lati janoblarining olilariga avatgan bir parcha maktubi bor. Qashqardan kelgan maktub Sultan Ismoilxonni bir oz qiziqtirdi. Maktub qani? Divan begi xatchak tallisidan Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'latining muhri besilib, pechatlangan nafis ishlangan Bulg'ar qopchuqni ilib xonga uzatdi. İsmailxon qopchuqning pechatini o'z qo'li bilan buzib qaradi. İçidan ikki parcha xat chiqdi. Xatning birida Mirza Haydar Do'g'latining, yana birida Hidoyatullo Eshonning imzosi bor edi. Xon Xo'ja Hidoyatullo Eshonning imzosi qo'yilgan xatga xeyli qiziqqan bo'lsa-mu, yanala Mirza Haydar Do'g'latining maktubini avval ichib o'qidi. Assalomu alaykum. Ey adlu adolatning zulfiqori, mehribon Shohijahon qiblagohim, aziz tanlari salomatmi? Olilarining cheksiz mehr shafqati soyisida Qashqardagi cho'ng kichik ra'iyat xotirjam tirikchilik qilmoqda. Orada tushirgan yorliqqa binoan maxsus bag xizmatkorlarni tayinlab, Qashqar zemini tavasidagi kambag'al, ojizlarni, yetim o'g'il, tul xotinlarni, meyib majruhlarni aniqlab, xazindin 2 tuman sar kumush, 1 tuman chorak oshliq, 1 tuman gaz mata ajritib, ularning qoriqishdan, atiyozning seriq talchiligidan aman esan chiqilishi uchun taxlab, xon olilarining mehri shafqatini va saxovatini yetkazdik. Urush va sulh nizolarining malmonchiligida savdo tijoratlar to'xtab, ko'cha rastlari cho'llarab qolgan Qashqar shahrining obod, osoyishli holatini asliga keltirish uchun savdogarlardan, qo'shni ellardan kelgan karvonlardan, hunarvan kasiblardan ilindigan bojsiliqlarni vaqtincha kechirim qildik. Shuning bilan Qashqar rastlarining obodligi yana asliga kelib, savdo tijorat, turli hunar kasblar qaytadan jonlandi. Sulhlar o'tirsidagi adovat majralarga qattiq chek qo'yilib, saltanatning suri haqiqiy turda namoyon qilindi. Qonun jasoqlar asliga keltirildi. Ishqiya sulhining peshvosi Xo'ja Hidoyatullo Eshon azizlarning dargohiga ziyoratga berib, xon yorliqidan xabardor qildik. U Eshon Buzrukxon yorliqiga itoat qilganligini hamda saltanatga bo'lgan cheksiz sadoqatini bildirdi. Ilgiriki gunohlari uchun ko'p pushaymon edi. Saqiya sulhidagilar bilan bo'lgan nizo adovatlarni yuyib tashlab, dushmanlik, qisosxo'rlik harakatini to'xtatadiganligini bildirdi. U Eshon Hazrat qiblagohimga tayyorlagan maktubini yetkazib berishimni o'tingan edi. Qabul qilib, mazkur ma'lumot bilan qo'shib, huzurlariga avatdim. Muhtaram qiblagohim Qashqardan, Qashqardagi avom ra'iyatdan xotirjam bo'lg'aylar. Avomning xotirjam tirikchilik qilishi va Saidiya saltanatining ro'noq tepishi uchun kecha-yu kunduz jinimni pido qilaman. Olilarining ko'plab ko'rsatma berishini so'rayman. Aziz tanlarga salomatlik tilab, kamina Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'latidan deb bilurlar. Sultan Ismoilxon ma'lumotni o'qib bo'lib, rozimanlik bilan beshini langshitida Xo'ja Hidoyatullo Eshonning maktubini qo'lga oldi. Assalomu alaykum. Olamning yaratquchisi ulug' haq subhanahu va taoloha hamdu sanolar aytaman. Olamning yaratquchisi ulug' haq subhanahu va taologa hamdu sanolar aytaman. Shundaqla madhiyalashga tilim ojizlik qiladigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bisyor salomlardan keyin Büyük Saidiya saltanatining xoqoni Sultan Ismoilxon olilariga do'stlik gulshanimning xushbo'y hidliq gul g'unchilaridan sadoqatman gul dastamni yo'llayman. Ey janobi qiblagohim, jahondagi barliq mardlik, kang qursaqlik, mehr shafqat, ilm istidod, fazilat, axloq, yaxshilik va saxovat, odillik va diyonatning muborak vujudlarga mujassamlanganligini his qilgan shu daqiqalarda o'zimning noinsof, baxti qaro shahzoda Yo'lvozxonga pir buzruk bo'lib turug'liq,
ул залым диянәтсіз мұртымны яман yoldan to'siyamağanlığımğa çəksiz puşaymon qılmaqdıman. Murid murşidning gunoh kabiri pirg'i bo'lur. Albatta, shu sabablik yaratgan egamdan gunohimni tilab, kecha-yu kunduz itikobda o'tirib, duo go'yliq bilan mashg'ul bo'lmoqdiman. Bizlar kim ahli suluk peshvosi Sultanul Muhaqqiqinlik kamoliga yetgan Qutbul Ahtob Valiyulloh bo'lganligim uchun bu dunyoning puchuq tangiga arzimaydigan 6 kunlik rohat farog'atidan qo'l uzganman. Shunlashqa saltanat yurtdorchilik ishlariga zinhor qiziqmayman. Yaratgan egam el ra'iyatning baxtini, osoyishlik turmushini ko'zlab, janoblardek kamoli istidod egisiga xonu haqonlik martabasini bergan, yurtdorchilik tizginini topshirgan. Bizlar kim piri buzruklarni duo go'yliq qilib, Allah'ның farz vaciblarini dillariga silib turishga muvakkal qilgan. Şuna piri buzruklarning saltanat ishlariga aralashmag'ini, qo'ltiqmiqi, mansab martaba ta'ma qilmaqi haqning oshu o'rinlashtirishiga qilgan xiyonatidir. Bundaq piri buzruklarning qilgan ibodati haromdir. Duo talablari bemaqbuldir. Mahtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon azizlarning saltanat ishlariga qiziqib qolganligi sabablik onilari bilan ozorlashib qolganligini anglab, to'liq afsuslandim. Pir bilan murid o'tirsiga sovuqchilik tushmasligi kerak edi. Gerçi bizlar kim tog'a qarindishi bo'lmish Qutbul Ahtobning o'g'il jiyanim bo'lmish Mahtumzodiga 2 og'iz nasihat qilish, haqning tutmishini samiga silish, ahli suluk ahkomlaridan ta'lim berish yo'lim bo'lsimi, yine adovat saqlashga hirisman. Mahtumzodining zinhor quloq solmaydiganligini bilganligim uchun yanala janobi on hazratimning parishon ko'ngliga tasalli berishni loyiq ko'rdim. Yaqindan beri suluk o'tirsidagi majrolar sababidan Saidiya tasarrufidagi avam orasida ko'p xotirjamsizlik paydo bo'ldi. Hamdala Saidiya taxtiga barqaror bo'lgan olilarga ko'p bosh og'riqi tepib berdi. Gerçi men sulki ishqiya muxlislarga apuchanlik, kang qursaqlik, sadoqatmanlik xususida ko'p vazxonlik qilib, sulki isoqiyachilar bilan bo'lgan dini adovatni yuyib tashlashni tapılab kelgan bo'lsammi, ammo janoblaridek xonu haqonning homiligiga erishgan sulki isoqiya muridlari o'zlarini aziz, katta hisoblab, bizlar kim sulki ishqiya muridlarining beshiga ko'p deshivorchiliklarni soldi. Qasdanga surkilib, adovat tugminiga suv boshladi. Jangi jidal Gulxonni ulg'aytdi. Yuzlagan bechora ishqiya muridlarini o'ldirdi. Mal dunyolarini tortib edib, uy makonlariga o't qo'ydi. Aqti qilish, peyni qirqish jazolari bilan majruh qilib tashladi. Baxtimizga yarasha janoblarining saltanatini suluk mazhabdan mustasno tutish, suluklar o'tirsidagi nizo adovatlarni tugutish farmonining soyasida sulki soqiyachilarning zulmidan qutuldik. Xushalligimizda ko'zlarimizdan daryodek yoshlar oqqizib, ulug' Allohdan aziz tanlarga salomatlik, saltanatlarga kuch-qudrat tiladik. Allah Taala Mahtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon azizlarga va ul boshlab mangan sulki isoqiyachilarning ko'ngliga insof, mehr, shafqat ato qilg'ay. Gerçi biz janobi xon olilariga pir ustoz bo'g'dak salohiyati yo'q, arzimas odam bo'lsaqmi, xonliqimizning ishlari uchun qiblagohimga 2 so'z hadiya qilay. Olilari maqbul ko'rib qolsa ajab emas.
Yaqindan beri alilerinin sülük macralarını besiqtirish sebebinden her qaysi yurt aymoqlarga yorliq tushirib, bir qism sülük targ'ibotchilarining kollasini olganligini, ostandimi 30dan ortiq sülük targ'ibotchilarining bir xil kollasi ilinganligini anglab, to'liq izdirob chekdim. Muhtaram qiblagohim, saltanatning ishlari odamlar bilan oboddir. Odamlar bilan har qanday mo'jizotlar mujassamdir. Agar ancha kim gunohlar tufayli odamlar qirilsa, saltanatning uli tavranmay qolmaydi. Ikkili odamning xosiyat va savob topmoqni, ikkili olamlik xosiyat va savob topmoqni niyat qilgan har bir bandaning insonlik qarzi, musulmonlik vojiboti axloq yo'li bilan ado bo'lg'ay. Bu axloq yo'lida insonni inson yo'liga boshlagan bir ustozga, insonni inson qilgan ota-onalarga, insonni fazilat, vafo, aqida durdonlari bilan ta'sirlantirgan do'st yoranlarga, insonni to'g'ri yo'lga boshlab saxovat, mehr-shafqat, ilm istidodi bilan xotirjam, farovon, boyashot, tirikchilikka erishtirgan xon sultonlarga, insonni vijdon, adolat, ilm, hunar gulistoniga boshlab kirguchi donishmand zotlarga, namrat qum, haqam so'oylariga, vafo, saxovat qo'lini tanlagan sahiylarga Allah'ning inoyati, mehr-shafqat xazinasi har qachon bordir. İnson uchun axloq, vijdonni ifoda etmak, diyonat fazilati bilan suyunmak, faxrlanmak haq ham vojibdir. Buningsiz mayli shoh, mayli gadoy bo'lsin, Xudo oldida o'z gunohidan soqit bo'lolmas. Endi o'rinsiz qon to'kish, jabr zulm silish ishlariga kelsak, buni Alloh hargiz maqbul ko'rmas. Ziyoda xunzirlikning o'zi adolatsizlikdan bishoratdir. Bo'libmi olilari amdila saidiyat taxtiga barqaror bo'lgan mushunda xosiyatlik paytda avomning ko'nglini kutish kerakki, nauzu billah, raiyatni cho'chitib etmagay. Alloh taolo xon sultonlar uchun insof va adolatni jazm etgandir. Behuda qon to'kish bo'lsa, xon sultonlar uchun ofat va jaholatdir. Buningdan avom raiyat, din va shariatimiz yaxshi oqibat ko'rmaydi. Qon to'kilishni adlu adolat deb bilgan saltanatdan avom raiyat yuz o'riydi. U har qancha buyuk, adil bo'lsa-mu, al raiyat bizor bo'ladi. Yaratgan egam ko'ngillariga texmi ko'p insof, rahim shafqat va tavfiq ado qilg'ay. Muborak jamolarni seg'inib, olilari bilan zikri suhbat qurib, muloqotda bo'lishni kech kunduz tilab turg'uchi Sultonul Muvaqqiqin Qutbul Aqtobi Valiyulloh Xo'ja Hidoyatulloh ishon pir buzrukdan deb bilurlar. Maktubni o'qib tamomlagan Sulton Ismoil xonning vujudini kuchli hayajon chirmib oldi. Xo'ja Hidoyatulloh ishonning sehri afsunlari o'z ta'sirini ko'rsatishga boshlagan edi. Natiqlik, suhbat ishni jalb qilish, ko'ngildagini tepish, qalbiga hujum qilib to'ydirmay mayli qilish Hidoyatulloh ishonning eng chong ortiqchiligi edi. Shu topda Sulton Ismoil xon Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh ishon bilan Xo'ja Hidoyatulloh ishonni ko'ngil tarosiga selib dangsab sedishtirib Tarazning Hidoyatulloh ishon o'tirgan tarpi salmoq ig'irroq edi. Qashqar amri Mirza Haydar Davlatiga bir yoqqa shohona zarbab ton inom qiling'ay, dedi Sulton Ismoil xon qora divon begiga qarab. Qashqar amriga sulki ishqiya peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh ishon azizlarning izzat obro'ylarini qilib, omonligini qo'g'dab, o'zga suduklarning ziyon zahmatidan saqlash xususida farmon yo'llang'ay. Xo'ja Hidoyatulloh ishonga vaqti yetsa ostoniga qadam tashrif qilish xususida shohona taklif avatilgay.